Krasnodar o'lkasidan kelganman. Krasnodar o'lkasida biz o'sha kompaniyamiz bor. Imtihondan urug'ni ishlab chiqaramiz. Har xil urug'lardan. Mana shu yerga bizga yaqin urug'larni biz olib ketganmiz. Hammasi o'rtacha hosildorligi 100 sentr, klikavinasi 34 dan baland chiqyapti. Hozir aytishyapti, Krasnodardan urug'larni olib kelish to'g'risida. Haqiqatan biz yiliga O'zbekistonga 4000-5000 tonna urug'lik eksport qilamiz. Shu jumladan o'tgan yil Samarqand viloyati oldi. Sizlar viloyat olgan ayrim fermerlar. Meni shu bitta taklifim bor. Bizga juda ham ko'p fermerlar chiqyapti. Shu biz fermerlar bilan ishlash imkoniyatimiz yo'q. Agar qanday har bitta viloyatdan bitta kompaniya bo'lsa-yu, o'sha kompaniya bilan biz bilan shartnoma tuzsa, biz o'sha kompaniyaga yetkazib berish imkoniyatimiz bor. Urug'lik ishlab chiqarishimizda bizlar 1 gektarga super elitani 110 kilogramdan egamiz, bu degani 2,5 million dona. Elitani 160 kilo egamiz, bu 3,5-4 million dona egamiz. Shundagina bizlar o'rtacha hosildorlik Krasnodar bo'yicha hozir 115 sentr hosil chiqyapti. Har qanday urug'ni biz 100 sentrdan past biz olmaymiz. 115-120 sentr. Ayrim sortlarimiz mana Orlovskiy oblasida biz olganimiz, ekkan g'allamiz Zuganovka, Gennadiy Zuganovka degan sortimiz 185 sentr. Bu degani hektariga 15 tonna, 18 tonna 500 kilogram. Biz hozir 100 sentrdan past egayotgan g'allani biz ekmaymiz. Biz agar 100 sentrdan kam chiqayotgan bo'lsa, bu biz ishlamak hisoblanadi. Agar 50 sentr, 60 sentr 5 tonna gektardan olayotgan bo'lsa, biz bu maydonni buzib tashlab, o'rniga makka eksak, makkadan o'sha 100 sentr, 120 sentr hosil olamiz. Demoqchimanki, agar kimda biz bilan shartnoma tuzib promoy dastavka qilayotgan bo'lsa, hozir biz ayni paytda Boban kompaniyasi bilan shartnomamiz bor. Ular yetkazib berish bo'yicha Samarqand viloyatida murojaat qilsa Boban kompaniyasidan olishi ham mumkin, promoy bizdan ham olish mumkin. Narxini ayting, narxini. Narxini hozir juda ham to'g'ri aytdi. Bizdan 22-yil juda arzonga olgan kompaniyalar O'zbekistonga 22 milliondan 20 milliondan sotishda juda ham noto'g'ri. Biz dastavka qilib berishimiz mumkin. Bo'yni aytganda haqiqatan 10 milliondan 8 million, 10 million atrofida dastavka qilib berishimiz mumkin. Hech masala yo'q. Elita narxini, faqat super elitani qarang. Ayrimlar bunday super elita olyapti, elita olyapti, R1 olyaptilar. Aslida elita sort olyaptilar. To'g'ri ekan fermer olib turib, elevatorlarga qo'shib beryapti. Bu juda noto'g'ri. Masala yo'q. Mana rahmat siz chiqqaningiz uchun. Bizda mana butun ruslar turibdi, siz bilan ishlaydi. O'zaro munosabat, vazirlik, hokimiyat biror hech kimga bog'lab bermaydi. Men bunga yo'l ham qo'ymayman, boshqa ham qilmaymiz. O'zaro qiziquvchi ikkita subyekt. O'tiringlar, gaplashinglar, olib kelinglar. Narximiz o'sha. Siz aytgan narx bizga ma'qul. O'sha narx bilan hamma oladi. O'zi fermerlar o'zi siz bilan gaplashadi. Lekin palon fermer tugun joydan olib beradi degan narsa yo'q. Birorta fermerga haligi bog'lab beradigan tizimimiz yo'q. Bizda mana u haligi bor. Siz bemalol reklama qiling, seminar qiling, yordam beraylik. Hamma kelishib olaylik. Seminarlarni qilib beringlar. Mana domlanikini aytinglar-da, seminarlar, urug'chilik markazi. Seminarlar qilib beringlar, borib mana hozirgi aytgan gaplarni ko'rsatib, dehqonlarni yig'ib, qiziqsa ikki tomonlama. Yana bir marta aytaman, ikkita subyekt o'zaro kelishsa, o'rtasiga tushadigan kim? Hech kim. Bu omon-omon zamon.